Assalomu alaykum. Men Jizzax viloyat Do'stlik tuman Qahramon mahallasidan Aliqulov Tursun bo'laman. Tursun Amanqulovich. Meni bu murojaatim muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga murojaatimni asosiy mazmuni shundan iboratki, mana shu Jizzax viloyatining Do'stlik tumaniga qarashli 4-maktab direktori Ismatov Ozod va uni o'rinbosari Abdusattarovalarni maktabdagi nosog'lom muhit va noqonuniy ishlari bo'yicha men bu maktabni bu holatlarini bilganimdan keyin men ushbu holatlarni 2 oy davomida o'rganib chiqdim va daftar tutdim. Barcha mana bu ichidagi kamchiliklarni yozib yurdim. Hattoki chizmalari bilan mana shu chizmalari aynan bir narsalarni bildiradi. Mana yozib ham chekkalariga yozib ham chiqqanman. Xullas o'sha yozgan arizamdan keyin bulardan menga elchi kelib boshladi. Xatingizni yo'q qiling, xatingizni yo'q qiling. Yo'q bo'lmaydi, chunki bu yerda anchagina narsalar qilib qo'yibsizlar. Bularni ko'rib chiqish kerak deb Jizzax viloyat departamentiga yozgan arizam bo'yicha Jizzax viloyat departamenti ishchi guruh va mutaxassislar jalb qilib bu ishlarni aniqladik. Talon-tarojliklar, u yerda nosog'lom muhit va o'tilmagan darslar, mukofotlar qanday belgilangan, barchasini mutaxassislar tomonidan o'rganildi, tekshirildi. U ham hammasi bo'lmadi. Baribir buni ulardan so'ragan edim. Bizning vaqtimiz tugayapti. Mana prokuraturaga beramiz. Ularda 3 oy bo'ladi. Ushbu ishni tekshiruvini yakunlab beradi. Bizning vaqtimiz tugayapti deb yakun qildi. Endi bu yerda 16 millionga yaqin talon-tarojlik chiqdi. Dars soatlari, o'tilmagan darslar, bularni hammasi mutaxassislar tomonidan aniqlangandan keyin sudga berilgan. Sud buni ko'rib chiqib, bu yerda jinoyat alomatlari bor deb Do'stlik tuman prokuraturasi Akbar Sakiyevga jo'natiladi. Mana shu Akbar Sakiyevga kelgan delo shu joyda o'yin boshlanadi. Bu yerda u ana shuni ichida qolgan summalarni teng yarmini havoga uchiradi. Ba'zi holatlar shunday qilinganki, tashlab ketilgan. Yo'q. Bundan tashqari u o'yinni qilgandagi ikkinchi bir holatini qarang. 20-mart kuni qaror chiqargan, ma'muriy qilib jinoyat alomati bo'lsa ham 61-moddaga zid ravishda. Mayli, ma'muriy, lekin 21 yoki 22-chislada sudga jo'natish o'rniga o'zida 46 kun ushlab qolgan. Qasddan. Nima uchun ekanligini biz keyin bildik. Sababi ana shu bizlar jurnallarni varaqlab o'tilmagan darslarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ana shu Ismatov bilan Abdusattarovaga tushuntirish xatida ko'rsatib, ana bu narsalarni yozilgandan keyin jurnallarni ko'rsatib qo'l qo'ydirganimizdan keyin bo'lgan narsani Sakiyev nima qilgan?
barcha jurnallarni maktabga berib, to'ldirtirib, yozdirtirib, ana undan keyin 2 oy mutaxassislarni chaqirib boshlagan. Ungacha meni 2,5 oy prokuraturaga kirgizmadi. Buni sababi ana o'shanda ekan. Bu masalalar bo'yicha keyin bilganimizdan keyin viloyatga yozdik. Bosh prokuratura endi viloyat prokurorini imzosi bilan xat bo'lmagandan keyin baribir jo'natar ekan. Mayli, bularni bildikda viloyat prokuroriga ariza yozamiz. U havodan uchib kelib, yana shu men norozi bo'lgan tuman prokuraturasiga keladi. Bu ishni qilayotgan u yerdagi o'sha sud ishlari bo'yicha viloyat prokuror vakolatini ta'minlovchi Qosimov Oybek ekan. 24-bo'limdan so'rasak, Oybekda deydi, Qosimovda deydi. Qosimovdan so'rasak, uni topmadim, uchratmadim. Necha martalab shaxsan o'ziga uchrashaman deyman, hech iloji bo'lmadi. Lekin baribir meni 5 ta xatimni tumanga jo'natish bilan avorai sarson bo'ldi. Buni o'sha viloyat prokuraturasi va bosh prokuraturaga yozganimdan keyingina viloyat o'zi ko'rib tekshiruvga olishini aytdi. Buni protest keltirib Arnasoy tumaniga berdi. Arnasoy tumani tergovchisi Ergashev Sharof tergov yurgizdi. Biz 3 kun ishladik. Men bir yaxshi tergovchiga uchradimmi degandim. Yo'q, 4-kuni menga telefon qilib ertalab kelmay qo'yavering, siz ertaga keling. Balkim abitdan keyin ishlarmiz degandim. Yo'q. Men endi qachon kelaman, qachon qo'yaman bilmadim. Shuning uchun ertaga keling. Ertasiga kuniga bordim. Hamma ishimiz teskariga aylanib ketdi. Nega o'zgarib qoldi? Qanday o'zgarib qoldi? Bu qayerga chaqirtirildi? Kim chaqirdi? Nima dedi? İşimiz ko'pirib chiqib kelayotgan jinoyatlar so'ndi qoldi. Men buni ustidan shikoyat qilib viloyatga bordim. Bir emas, 2-3 martalab bordim. O'zgarmadi. Xullas u yerdagi holat o'sha bo'yida qolib ketdi. Undan keyingi vajlarim bo'yicha, arizalarim bo'yicha o'sha viloyat prokurori birinchi o'rinbosari Bozorov bu ishni yana tergovga qaytarib berdi. Buni shu Do'stlik tuman prokuraturasiga o'zi qattiq tayinladi. Har bir vajini alohida o'rganib chiqasizlar deb. Lekin mana shu joyda tergovchi tayinlanishida 4 ta tergovchi almashdi. Bittasi Mo'minov edi. Undan keyin u chiqib ketdi-da Rozaqovmidi qilib o tergovchiga o'tdi. Undan yana Mo'minovga o'tdi. 3-chi bo'lib u yana topshirib Jonuzoqov degan tergovchiga o'tdi. Ana shu Jonuzoqov shug'ullanib boshladi, mutaxassislar keldi. Men unga barcha vazlarimni ko'ndalang qilib qo'yib berdim. Lekin hammasini bajarmadi. U yerda o'sha viloyat moliya bo'limidan kelgan mutaxassis, taftishchi Ibrohimov bilan Vedimizga yozilgan qalbaki imzolarni tekshirdik. U yerdagi dars soatlari tekshirildi. Endi
keragidan 2-3 barobar ortiq. Endi xatoliklar bo'ladi, to'g'ri, lekin u xatoliklar emas. U ataylab qilingan darslar qoldirib ketilgan, boshqa hammasi. Mana bu narsalarni qalbaki imzolarni topilganini biz 14 ta topdik. O'sha mendagi shtat ro'yxatidagi xodimlar emas, yangilari chaqirildi. Shtat ro'yxatidagini 60% kiritilmadi. Chunki u yerda 14 tadan tashqari yana ko'payib ketishi mumkin edi. Ana unga to'sqinlik qildi. Tekshiruv o'lda jo'lda bo'ldi. Klik ham olinmadi. Ana shu 14 ta topganimizni prokuraturaga borib 8 taga tushib qolibdi, 6 tasi yo'q. U yerdagi summalar ham yana pasayib ketgan. Bular to'g'risida ko'p suhbatlar bo'ldi. Suhbatlar sifatsiz o'tdi. Necha martalab aytildi, sayyor qabullarga borildi. Natija bo'lmadi. Bosh prokuraturaga, hattoki ta'lim boshqarmasi, Jizzax viloyati Sadriddinovaga ham bordim. Arizalar yozdim. Arizamga 4 oydan keyin javob berdi. Keyingisi mana Suyarova. Unga ham necha martalab murojaatlar qildim. Natijasiz. Bu yerda men murojaat qilgan tashkilotlar birma-bir aytsam endi ular juda ko'p. Ular o'sha korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, davlat xavfsizlik xizmati tashkilotlariga ular o'zlari ishchi guruh tayinlanmadi. O'zlari kelib tekshirmadi. Buni bosh prokuraturaga, bosh prokuratura viloyatga, viloyat yana o'shanday. Bu yerda keyingi paytlarda mana bu hattoki vazirliklarga murojaat ham qildim, arizalar yozdim. Natijasiz. Endi ishchi guruh deb bittasi keldi. Hech narsa hujjat tekshirgani yo'q. Faqat nasihat bir 3 tasi bilan kelgan ekan. Hech narsa qilib bermadi. Ikkinchisi keldi. U ham xuddi shunday. Men har safar, har chorshanba kuni Toshkentga shu Hilola Umarova bilan uchrashaman deyman, lekin yo'q, u bilan uchrasha olmadim. Qaysidir bir o'rinbosari chiqadi yoki bo'lmasa bir xodimi chiqadi. Ular bilan suhbatimiz o'xshamaydi. Jo'natamiz, ishchi guruh jo'natamiz. O'zingiz bilan o'tkaziladi deyiladi, lekin ishchi guruhidan darak yo'q. Ana u kelgan ikkitasi ham hech narsa qilmay ketdi. So'zimni yakunida shuni aytmoqchimanki, hurmatli prezident, mana shu nohaqdan bo'shatilgan o'g'limni ishga tiklab qo'yish va maktabdagi bo'lgan talon-tarojligu noqonuniy ishlarni puxta tekshiruvga olinsa va meni mana shu arizalarimga, murojaatlarimga sifatli javob ololmaganman. Meni sarson qilgan mana shu tuman prokurori Akbar Sakiyevga nisbatan chora ko'rsangiz, viloyat prokuraturasidagi 15-bo'lim ana shu Maxonov, 9-bo'limdagi Xolbekov Baxtiyorga chora ko'rishingizni so'rayman. Hamda meni arizamga 4 oydan keyin javob bergan Sadriddinova Dilfuzaga
Endi u bo'shab o'rniga kelgan mana bu Suyarova menim xuddi ana shu murojaatlarimni qilganman, lekin birortasiga yetarlicha sifatli javob bermagan. Hattoki o'sha yerdagi xodimlari ham nima deydi? Mana biz mana bunday qilib qog'oz tayyorlaganmiz. Siz maktabni tinch qo'yingda deydi. Yo'q, men emas, sizlar tinch qo'yinglar. Maktab normalniy holatda ishlasin. U yerdagi xodimlarni zagruzka bermanglar deb bilan aytishib qoldik. Endi har kimning hurmati o'zi bilan, yoshi ham o'zi bilan. Endi u darajada bir narsa deb ayta olmaymiz. Shuning uchun sizdan iltimos, murojaatimizni sizga qilgan murojaatimizni yerda qoldirmassiz va mana shu Akbar Sakiyevga tuman prokurori va o'sha viloyat prokuraturasidagi 15-bo'lim va 9-bo'limdagi Xolbekov Baxtiyorga va 15-bo'limdagi Mahonov Rahim akaga va o'sha viloyat xalq ta'limi bo'lim boshqarmasi boshlig'i Suyarovaga qanchadan qancha murojaatlarim va arizalarimga bir bo'mag'ir javoblar bergan. Endi u javoblar u arizaga, u murojaatlarga javob bo'la olmaydi. Hattoki telefonda bir marta gaplashib qolsak, siz telefonda o'zingizni bizni ishlarimizga e'tirozingiz yo'qligini aytgansiz deb aytmagan gapimni aytdiga chiqarib o'tiribdi. Buni qarang. Shu Suyarovaga nisbatan va xalq ta'limi vazirligidagi Hilola Umarova oylab qabuliga bordim, lekin qabul qilmadi yoki qabul uyushtirilmadi xodimlari tomonidan. Yo'q. Birda aytsa komandirovkada desa, birda hozir chiqib ketuvdi, birda yana bir joyga ketdi. Mana shunaqangi bahonalar bilan o'sha yerdagi kichkina xodimlar bilan gaplashamiz, ular bilan hech narsa bir amalga oshgan joyi yo'q. Shuning uchun hurmatli prezident, yuqoridagi aytgan iltimoslarimni yerda qoldirmassiz. Sizdan iltimos shu vajlarimni va o'g'limni tiklanishiga va boyagi xodimlarni mana shuncha yozgan joylardagi sifatsiz va ma'nosiz javoblari uchun javob berdirishingizni so'rayman. Sizga rahmat. Sog' bo'ling, charchamang.